Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar meni kanalimdasizlar. Obunachilar, xullas bugun biz sizlar bilan juda ham qo'rqinchli va qiziqarli video qilamiz. Ya'ni biz sizlar bilan Robloxda annotatsiya degan kartasini topdik va erta obunachilar biz o'zimiz kechasi o'zimizda qolamiz va uyda qolamiz kechasi o'zimiz va podvalimizda kimdir qanaqadir maxluq yashaydi. Xullas bu o'yin horror, albatta horror o'ynamaganimga ham ancha bo'libdi deb videolar chiqib qarasam. Xullas video boshlanishidan oldin albatta like, obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu video qiziq va qo'rqinchli bo'lishiga va'da beraman. Mana obunachilar kirishimiz mumkin. Mana men aytib begindi bo'lsa 5 ta glavasi turibdi. Albatta biz birinchisini tanlaymiz albatta. Xo'p, bu yerda endi nimalar bo'ladi va bu yerda ham qo'rqinchli ham qiziqarli bo'ladi deb va'da beraman. Albatta sizlar bu videoni naushnikda ko'rishlarini tavsiya qilaman, lekin hozir nimadir qop-qorong'i qolgan yerga kecha o'tish bor. Buni ancha bo'lgan ekan bu video, bu o'yin chiqqaniga. Xo'p, betlarda nimalar ko'rishimiz mumkin? Bu yerda hozir biz xonamizdamiz, bu yerda kravat. Xo'p, betlarda shkafimiz, xonamiz, bu yerda. Xo'p, shkaflar titib ko'ramiz. Birinchi ichida nimalar bor ekan? Hozircha pustoy. Xo'p, buni shkaf toza. Endi mana tumbuchkalarni qarab ko'ramiz. Xo'p. Mana yerda oyna qanaqadir. Eshikdan chiqib ko'ramiz. Bu yerda mana bu 007 turibdi. Eshigimiz tagida ladni. Xo'p. Nima deb qo'ygan? Grim. Nima degani? Mayli, hozircha mana xona meni qiziqtiryapti. Bu yerda nima bor ekan? Xo'p, ochiman ko'rdi deylik. Bu yerda hojatxona. Xo'p, hojatxona bo'lsa hojatxona, hammasi yaxshi. Bu yerdan chiqib turib endi meniki kiramiz. Xo'p, bu kim endi? Grim. Bu o'ylashim bo'yicha убирайся из моей комнаты, пожалуйста. Ladni, bu menimcha akam bo'lsa kerak. Unda ketishimni oldin xonani bitta titib ko'raman, uzr. Xo'p, shkafing ham ishdimi? Yo'q. Tumbuchkalar ochilmaydi. Tushunarli bo'pti, yaxshi yo'q. Xo'p, biz endi xona koridorga chiqamiz. Koridorga chiqsa, obbo, bu kim bo'ldi? Bu menimcha dadamiz. Xo'p, я собираюсь купить продукты. Unda uxlashlaring kerak deyapti. Xo'p, soatga qaramiz. Mayli, 9:49 hali 11 minut vaqtim bor va biz bu yerda xonalarda, uylarda obzor qilib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda qanaqa mama va papa spalnilari ayamiz bilan dadamizni. Xo'p, bu yerda shkaflar yonma-yon ochilar ekan. Endi aya bilan dadani shkafini titish yaxshi emas, lekin eksperiment uchun hamma narsani ham qilib ko'rish mumkin. Xo'p, albatta shkaflar pustoy. Ana xona nima bo'lsa kerak. Hop. Betlarda ishtima ham yo'q deylik. 9:53. Hop, oshxonalarni endi titib ko'ramiz obunachilar. Hop, ishtima yo'q. Ochilmayapti. Не открывается. Hop, ochildi. Hop. Betlarda hozircha ishtima. Nahotki oshxonada bir dona bo'lsa ham ovqat bo'lsa, nahotki o'shaning uchun ham produktni olgan ketibdi dadamiz. Hop, ladni. Hop, hali vaqtimiz jichcha bor ekan. Hop. Obbo, 1 minut vaqtimiz qoldi endi. Mana shu joy menimcha podval bo'lsa kerak. Мне нужно поспать. Ну ладно, men hali ham hech qanaqa qarshiligim yo'q. Naborot qo'rqyapman. Men ham undan ko'ra tinchgina uxlagan yaxshi. Serios. Obunachilar, nima qilasizlar bunaqa eksperiment xonalarda obzor qilib, undan ko'ra tinchgina uxlagan mazza emasmi? To'g'rimi? Tezroq o'yin ham tugaydi va biz tezroq qo'rqmaymiz ham. Bo'ldi, nima qorong'i bo'lib qoldi yana hamma joy? Obbo, qo'rq. Qanaqangi ovoz bu endi? Yo-mayo. Lekin serios, borgan sari qo'rqitib boryapti bu o'yin serios. Obunachilar, ag'ab nima bo'lishini bilmayman. Albatta shu joyda like bosish esdan chiqmasin. Aka eshitdim. Obbo! Akam ham yo'q xonada. Nahotki yo'qolib qoldi. Hop, ladni pastga tushib ko'ramiz. Pastga tushsa soat 11. Endi 1 soat uxladim. Ladni. Hop. Ayam to'xtanglar, bitta narsa ko'rdim. Kravatdagi kalit. Obbo, iloyim podvaldan kim aytgan bo'lsa ovoz bu yerda nima? Oho, mazza. Отдельный hammomlari mazzami? Mayli, hop. Setdan kelyapti obunachilar, endi nima qilamiz? Ochildi. Serios, aql tushkum kelmayapti. Yo, aql tushkum kelmayapti. Podval. Yo, bo'ldi obunachilar, men tushunmayman, ketaman. Ladni obunachilar, sizlar uchun boraman lekin. Hop. Pastga tushyapmiz. Nimaga qop-qorong'i bo'lib qoldi yana hamma joy? Nimaga qop-qorong'i?
Glava 1 obbo. Ag'lik va serios dahshat qo'rqinchli ketyapti. Albatta, obunachilar yana bir marta so'rayman, like va obuna boshingizdan chiqmasin. Hamma harakatlar sizlar uchun. Xo'p, biz podvalni tagidamiz ham deylik. Mana podvalni tagiga tushyapmiz. Xo'p, betlarda nimalar bor? Ana nima u? Ana nima? Oldiga borib ko'r. Nima bu? Maniki ekanligi va qo'rqib ketibman, serios. Bu manitagilar nima? Avtomat. Xo'p, выглядит какой-то машина. Какая-то машина. Ладно, hali mashinaligini bilamiz, lekin ishlamaydigan ekan. Mana devor nima endi bu? Bosdim, nima bo'lyapti? Hop. Qanaqadir yo'l ochildi. Va aqlligim borgim kelmayapti lekin, serios. Nimagadir uzun koridor ekan. Serios, ag'a qo'rqinchli bo'lyapti obunachilar. Va nihoyat yorug'likka ham keldi. Ana yerda qanaqadir eshik bor ekan. Eshik yopildi. Ana yerda qanaqadir ko'z ko'rinyapti. Amakijon tegmay, iltimos, amakijon tegmay. Obunachilar hammasi tushakan. Qo'rqib ketibman, serios. Mayli. Nimaga uyg'onasan? Hozir soat necha bo'ldimi? Ertalab bo'ldimi yoki lekin hali ham qorong'uga o'xshayapti. Obbo, ovoz eshitilaring? Mama deyapti. Mam deyapti, so'roq. Dad. Mencha ayam bilan dadam keldi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. Soat 12. Demak, men qanaqadir 2 soat uxladim. Men deyli 2 soat uxlabmanmi, 12 bo'ldimi, 2 mi? Yaxshi ko'raman qoldim. Nima edi? Soat 12. Bu zibanok chalinishi yana uxlashimga jalb etadi. Mayli obunachilar, men hali ham uxlayman, men aqlli bo'laman, menga bundan problemalar kerak emas, maxluq ajinalar kerak, ko'rish kerak emas. Tinchgina xonamga kirib uxlayman. Menga nima kerak bundan problemalar? To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga kravatga yotib bo'lmayapti? Qana vazifa berish mumkin yana menga? Obbo, ayta akam joyda yo'q. Katta uyda, qasr uyda bitta o'zim qoldim. Yana verna должен вернуться в кровать. Ладно, uxla. Men sen bilan albatta 100% senga qo'shilaman. Uxlash kerak buna paytda. Buna paytda albatta uxlagan baribir ma'qul. Ko'raveramiz uxlaganlarda. Nimaga yana qop-qorong'i qoldi? Неужели yana kechasi uyg'onsa? Obbo, nimaga uyg'onaverasan sen? Ладно. Akam yana o'z joyida yo'q. Yana pastga tushib ko'ramiz. Nimalar bo'lyapti? Obbo, mana izlar nima bu? Izlar, oyoq izlari. Podvalga olib chiqib ketyapti. Nimagadir podvalda oldida qanaqadir svetilnilar yonib turibdi. Lekin eshikni bossam ochilmayapti. Hop, qana ovoz bu endi? Qizil ekranda soat 2. В 1 минуте после начала этого продаж. Sizlarda rayonlarda haqiqatan ham qanaqadir tushunarsiz narsalar, voqealar yuz beryapti. Защитите выхода. O'zingizni uyingizni va kirorishlaringizni himoya qiling. Soat 2. Hop. Оставайтесь внутри своего дома. Uyingiz ichida qoling albatta. Hop. Ne paytasiz расследовать любой. Qanaqa hech qaysi shumlarda orqasidan borib nimaligini bilishga harakat qilmang, deyapti. Kim leba uyingizdagilar kimdir yo'qolsa, ularni qidirmang, deyapti. Nimaga qidirmayman? Akam yo'qadi, ayam yo'q, dadam kelgani yo'q hali magazindan. Самостоятельно. Не пытайтесь расследовать. Ya'ni aytganimdek o'sha izlarda orqasidan borib nima qilmang deyapti. Lekin serios, o'sha oyoq izlariga e'tibor bermasam, prosta uxlashim kerakmi shunday qilganda? Unda mana ular oyoq izlari bor-ku, mana shu oyoq izlariga e'tibor bermasligim kerak ekan. Cho'chitdi. Hozir demak, hozir men butun uydagi elektrichistvalarni ham o'chiring degan gapni ham ko'rdim. Nahotki rostdan butun uydagi elektrichistvalarni o'chirsak. Hop, ладно, bitta o'chirmasa сразу eshikni yopib qo'yamiz. Eshik taqilyapti. Menimcha dadam bo'lsa kerak rostdan ham. Men yo'qotib qo'ydim. Eshikni och tezda deyapti. Kalni yo'qotib qo'ydim deyapti.
Ha, obunachilar, tezda yonga qarab oldim. Mag'lub ekan, o'ldim. Umr. Voy, obunachilar, oxirgi daqiqada yonga qarashga ulgurib qoldim. Bo'lmasam vasicha qo'rqinchli bo'lardi, lekin serios. Lekin normalligini adrenalin o'yini berdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu o'yinni o'ynashni. Roblox Anoskrivaitsa degan o'yin. Xullas bu anchadan emas, 9 yildan emas, 9 yil oldin yaratilgan, lekin rossa mashhur o'yinlardan biri. Xullas obunachilar yana shunaqangi horror videolar chiqib turishini xohlasalaring, like, obuna boshlaysan chiqarmanglar. Sizlar bilan men bo'ldim, men ismim Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.